Ichki ishlar litseyga kira olmay 11-sinfda o'qiyotgan do'stim, ko'nglingizni aslo cho'ktirmang. Ushbu video hammaga ham emas, faqatgina siz va sizga o'xshagan tengdoshlaringiz uchun tayyorlandi. Bundan oldingi videoda Ichki ishlar vazirligi akademiyasi yo'nalishlariga yangi qo'shilgan fakultet haqida aytilgan edi. Hozir esa ushbu yo'nalishlarga Qalqon akademiyasida qanday tayyorgarlik ko'rilishi haqida aytib o'taman. Qalqon akademiyasida kiber xavfsizlik yo'nalishiga kirmoqchi bo'lganlar uchun 35 kishilik spes guruhlar ochilmoqda. Ushbu 10 oylik kuchaytirilgan spes guruhda siz matematikadan milliy sertifikat va IT dan xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritib, shu bilan birga huquq, O'zbekiston tarixi hamda tarbiya fanlaridan professional o'qituvchilar tomonidan suhbatga tayyorlanasiz. Bu o'qituvchilar nafaqat ustoz, siz va sizning natijangiz uchun kurashadigan ustozlardir. Nega to'liq 1 yil emas 10 oy? Chunki 2 oydan keyin bu 35 ta nomzodning hujjatlarini birga topshiramiz va iyun oyida ular imtihon uchun Toshkentga ketishadi. Qisqa qilib aytganda, natijangiz uchun yolg'iz emas, Qalqon akademiyasi bilan birga kurashing. Qalqon akademiyasi haqida sizda boshqa savollar paydo bo'lyaptimi? Quyidagi raqamlarga murojaat qiling.